kadr ortida Matiz. Xo'p, 2014-yil 338 ming masofani bosib o'tgan. Xo'p, avtomobilimiz tintuv holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari tekis qilib yaxshi chexollardan taqib qo'yilgan. Mashinamiz faqat benzinda harakatlangan. Birinchi pozitsiya, lekin konditsionerlari bor mashinamizning. Orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Tintuv bo'lib turibdi mashina. Olasizlar, haydaysizlar. Bez rasxod. Hamma joyiga mehr berib, yaxshi qarab haydalgan mashina. Kraskasi yo'q demayman. O't-o'tlarda kraskalari bor mashinani, lekin motori polni qilingan, bez rasxod. Optikalarni qarang. Chiroyli. Mahsulotlar originalidan. Xo'p, balon holatlari qishda davriniyasini 1.8 qilib yursanglar bo'ladi. Ko'ngilinglar bo'lmasa almashtirib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizdagi egalar tomonidan 2600 AQSh dollari so'ralyapti. Aralash obzor nomidan chiqargan bo'lsanglar, sunnatiga yana kelishtirib beriladi. Pastki raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.